Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, murabbiylar, rahbarlar. Oradan yana bir yil vaqt o'tib sizlar bilan mana shu nuqtada diydorlashib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Xush kelibsiz. Ota-onalik maqomining eng yuksak darajalari, eng go'zal baxtlaridan biri farzandlarining kamolini ko'rish. Bugun bu ota-onalarning orzulari ushalgan kun. Farzandlari mana shunday bir chiroyli dargohni, maktabni tamomlab, katta bir hayot sari qadam qo'yishmoqda va uni bitiruv oqshomi hamma ota-onalarni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Farzandlarini har doim yorug' yuzli gullariga guvohlik qiling va mana shu farzandlarni jamiyatda, hayotda o'z o'rnlarini topishlarida kattadan katta hissa qo'shayotgan ustoz murabbiylarni ham chin qalbimizdan tabriklaymiz. O'quvchilar ham ularning farzandlari va bugun mana shu farzandlarni go'zal bir daqiqalarga, baxtli lahzalarga hammamiz birgalikda guvohlik qilamiz. Hozircha esa sizning huzuringizga tantanali ravishda tashrif buyurish uchun hayajon bilan eshik ortida turgan barcha farzandlarni, bitiruvchilarni chiroyli bir ehtirom orqali sizning huzuringizga taklif etamiz. Chalinglar qarsaklarni. Birinchisi 11-sinf bitiruvchilari, Imperial College sinf o'quvchilarini taklif etamiz. Katta rahmat. Ikkinchisi Melbourne 11-sinf bitiruvchilari. Marhamat. Keyingisi John Hopkins 11-sinf o'quvchilari. Taklif etamiz. Katta rahmat. Xush kelibsiz aziz bitiruvchilar. O'z joyingizga barchangizni taklif etamiz va barchangizga yoqimli xordiqonlarni sog'inamiz. Bugun bayram, bugun o'tilmas kun. Dasturxongizni taklif etmoqchimiz va kechani chiroyli bir niyatlar bilan rasmiy ravishda ochiqda e'lon qilish uchun sahnamizga Muhammadjon ustoz Muhiddinovni taklif etamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Rahmat sizga ham. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, hurmatli ota-onalar va albatta bizni tadbirimizning mehmonlari bo'lmish bitiruvchi o'quvchilarimiz. Bilasizlarmi? Men juda ko'p ham gapirmoqchi emasman. Lekin juda ham xohlardim qanaqadir ma'noda nasihat bo'ladigan, bolalarning keyingi hayotida qanaqadir ma'noda ijobiy ta'sir qiladigan so'zni aytishga ijozat bersangiz. Hayot masalasi to'xtaydigan bo'lsak, hayot haqida ustozlarimiz hayotni kemaga o'xshatishadi. Biz arab tilini ham o'qiganmiz. Al-haya ka'annaha safina deyiladi. Hayot go'yoki bir kemadek. Bolalar e'tibor beramiz. Bilasizlarmi? Sizlar 11 yil davomida aniq fan bo'lsin, ijtimoiy fanlar bo'lsin, chet tillarni o'rgangan bo'lishinglar mumkin. Lekin hayot shunaqa bir murakkab bir makonki, shunaqa murakkab bir manzilki, siz chet tilni o'rgangan bo'lishingiz mumkin, bir necha chet tilni. Lekin hayot tili umuman boshqacha. Uning tili o'zgacharoq hisoblanadi. Siz aniq fanlarni, matematikalarni o'rgangan bo'lishingiz mumkin. Murakkab masalalarni yechishingiz mumkin. Qizlarimiz e'tibor beramiz. Lekin hayotda uchraydigan masalalarni yechishimiz u bizga oson bo'lmaydi. O'shuning uchun men so'zim boshida hayotni bir kemaga o'xshatdim. Bilasizmi, ba'zi insonlar kemaga chiqadida birinchi to'fonni o'zidayoq ortga qarab qaytadi. Nima uchun? Chunki hayot kemasini hali boshqarishga tayyor emas edi. Hayot murakkab. Hayot bizning ota-onamiz emas. Hayot bizni mehribon ustozlarimiz emas edi. U manzil endi boshqacharoq edi. U joyda qattiqqo'llik ko'rasiz. Kerak bo'lsa og'riq ko'rasiz, alam ko'rasiz. Xiyonat ko'rishingiz mumkin. Hamma ham uydagi ota-onangiz emas edi. Shuning uchun nimaga men aynan kemaga o'xshatdim? Buning sababi kemaga chiqasizda, kemani boshqara olmagan inson birdaniga qirg'oqqa qaytishga harakat qiladi. Nima uchun? Chunki u hali hayotga tayyor emas edi. Hayot kemasini boshqarishga tayyor emas edi.
bo'lishi mumkin aniq fanlarni biladi, chet tillarini biladi, bo'lishi mumkin matematikani yaxshi biladi, IELTS yuqori bo'lishi mumkin. Lekin hayot tili yoki hayotdagi masalalar ancha murakkab edi. Ba'zi insonlarni qaraysiz, kemani oladida boshqaradi. Qanchalik to'fon bo'lmasin, qanchalik to'lqinlar kelmasin, qanchalik qiyinchilik bo'lmasin, albatta o'sha kemani boshqara oladi. Qanaqasiga boshqaradi bilasizlarmi? Mana shu siz o'qigan ilm bilan birgalikda biz ongimizni, biz dunyoqarashimizni, biz tasavvurlarimizni shakllantirishimiz kerak bo'ladi. Keling, men bugun bitta ikkita tasavvur haqida sizga gapirib bersam. Bolajonlar, e'tibor beramiz, qizlarimiz va o'g'il bolalar. Bilasizlarmi, hayotda yashashga yordam beradigan, murakkab vaqtida o'sha vaziyatdan chiqishga ko'mak beradigan tasavvurlar bor. Dunyoqarashlar bor. Mana shu dunyoqarashlarni juda ko'pi menga yordam beradi va yordam bergan. Hozirda ham yordam beradi. Mana shularning bittasi, arab tilida aytaman, kullu ma yahsul fil hayat yahsul li ajlik. Hayotingizda ota-onalar ham eshitsa bo'ladi. Hayotingizda sodir bo'ladigan har bir narsa, bolajonlar, e'tibor beramiz, o'quvchilarimiz, hayotingizda sodir bo'ladigan har bir narsa siz uchun, sizga saboq va ko'mak, dars o'laroq hosil bo'ladi. Hech narsa siz zararingizga emas. Hech narsa sizdan qasd olmoqchi emas. Hech kim sizni yomon ko'ruvchi emas. Hayotingizda bo'ladigan har bir holatni boshqacharoq qarashni o'rganishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun, sizdan biron bir narsa olib qo'yilsa, e'tibor qarating, uni o'rniga nimadir beriladi-da. Men doim aytaman, Alloh taolo bandasini oladi, olish uchun emas, berish uchun oladi. Shuning uchun biron bir narsa sizdan olib qo'yilsa, nima berildi ekan deb qarang. Men bo'lgan voqeadan nimani o'rgansam bo'ladi deb qarang. Agar mana shunaqa tushuncha, shunaqa tasavvurda bo'ladigan bo'lsangiz, har qanday vaziyatdan chiqib keta olasiz. Ikkinchi hayot maktablaridan bittasi, bilib qo'ying. Dunyodagi har bir narsa vaqtinchalik. Xursandchilikmi vaqtinchalik. Xafa bo'lishingizmi vaqtinchalik. Boylik, faqirlik, muhtojlik vaqtinchalik. Biron bir narsa bo'lsa qattiq xursand bo'lib ketmang. Biron bir narsa siz xohlagan narsa bo'lmasa, qattiq xafa bo'lib ketib qolmang. Nima uchun? Chunki bu dunyodagi har bir narsa muaqqat, vaqtinchaligida. Faqat doimiy uzluksiz bo'ladigan zot u Alloh taolodir. Shuning uchun bilasizlarmi, mana shunaqa dunyoqarashlar, mana shunaqa tasavvurlarga, mana shunaqa ongga biz muhtojmiz. Albatta sizlar o'qigan fanlar bilan birgalikda mana shunday ongga ham e'tibor beradigan bo'lsak, aqlga e'tibor beradigan bo'lsak, albatta o'samiz va shakllanamiz. Chunki doim biling, hayot nima edi bolalar? Hayot qarorlardan iborat. Har bir qaror ongli bo'lishi uchun ilm, kitob o'qishimiz kerak bo'ladi. Men so'zimni juda uzoq ham qila olmayman, chunki darslarimiz mana 11 yil davomida endi tugadi. Yana dars boshlab borishga haqqim yo'q. Bolajonlarimiz haqqiga bu tadbirni boshlanishida duo qilish mas'uliyati menga yuklatilgan ekan. Men endi boshqa ustozlarimizdan so'rasam yo'q deb aynan menga aytishdi. Bo'lmasa duo qilamiz va tadbirimizni keyin ochiq deb, rasman ochiq deb e'lon qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala nabiyillah va ala alihi va sahbihi ajma'in. Ya Robbim, o'zing bizlarni adashtirmagin. O'zing mana shu tadbirimizga sabab bo'lib turgan o'quvchilarimizni hayotlarini porloq qilgin. O'zing barakotli qilgin. O'zing xayrli qilgin. Ularni yanada ilmga chanqoq qilgin, ya Robb. Ularga donolik ato etgin. Ularga hikmat ato etgin. Ularga idrok bergin. Hayotning har bir qiyinchiligida ular uchun sabr bergin. Ularga go'zal sifat ato etgin, ya Robb. Ularga ilm bilan birgalikda vafo, sadoqat, shijoat, vataniga, ahliga, ota-onasiga bo'lgan muhabbat va go'zal sifatlarni o'zing ato etgin, ya Robb. O'zing vataniga, o'zing ota-onasiga xizmat qiladigan, o'zining oilasi uchun xizmat qiladigan solih solihalar qatorida bo'lishni nasib etgin. O'zbekiston bayrog'ini yuqorilarga ko'taradigan dunyoning eng yetuk mutaxassislari qatorida joy egallashga o'zi nasib etgin. Ularning kelajagini o'zing buyuk qilgin. Eng buyuk joylarda o'qiydiganlarni qilgin, ya Robbi.
Ularga ta'lim bergan ustozlarni o'zing dunyo oxiratini o'zing obod qilgin. Qalblaridagi eng ezgu niyatlarni afzalini ato etgin. Har bir nasihatlari, har bir harflarga o'zing ajrlarni ato etgin. Ota-onalardan o'zing rozi bo'lgin. Ota-onalarning yuzini yorug' qiladiganlarni qilgin. Ota-onalar mana shunday farzandlarni voyaga yetkazishdi. Ularga o'zing ajrlarni ko'paytirib bergin. O'zing vatanimizni har xil balo ofatlardan o'zing asrab, tinchlik, xotirjamlik, ofiyat xonadonlarimizga ato etgin. Va sallallohu ala xuluqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain. Valhamdulillahi robbil alamin. Bi rahmatika ya arhamar rohimin. Rahmat, salomat bo'linglar. Rahmat. Katta rahmat ustoz, minnatdorchilik bildiramiz. Juda chiroyli niyatlar, duolar qilindi. Davramizni ochiqda e'lon qildik va ana endi davom etamiz. Yana 2 nafar sinf o'quvchilari bor, ularni ham hozir sizning huzuringizga tantanali ravishda taklif etmoqchimiz. Kutib olamiz 11-sinf London sinf o'quvchilari. Marhamat, chalinglar qarsiylarni balandroq qilib. O'z joylariga taklif etamiz. Marhamat, egallab olishingiz mumkin. Xush kelibsiz. Davom etamiz. Johns Hopkins 11-sinf bitiruvchilari. Marhamat, tantanali ravishda kutib olamiz. Встречайте. Katta rahmat, o'z joyingizga kelib olishingiz mumkin. Hammasi sinfdoshlar yigitlardan tashkil topgan ekan bu yerda. Xush kelibsiz aziz o'quvchilar. Biz sizlarni yana bir bor chin qalbimizdan tabriklaymiz. Bugun maktab hayotning eng go'zal xotiralariga boy bo'lgan dargoh o'z nihoyasiga yetmoqda va katta bir hayot sari sizni kuzatmoqdamiz. Bu tantanali onlarni hammamiz birgalikda nishonlash istagimiz bor va bu yerga ustozlar, ota-onalar, taklif etilgan bir qancha o'quvchilar yaxshi natijalar bilan bu maktabni tamomlashmoqda va ularga ham alohida e'tibor qaratilgan holatda bir qancha sovg'alar, sertifikatlar, statuetkalar, oltin medallarni tantanali ravishda topshiramiz. Hozircha esa sahnaga maktab asoschisi Hasanxo'ja Muhammad Zohid va maktab direktori Sadoqat Safarovani ustozlarimizni taklif etamiz. Marhamat, chalinglar qarsiylar. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Bilmayman endi sodiq deymizmi, sobiq deymizmi? O'quvchilar, ota-onalar, ustozlar, hop, sizga atalgan gap so'zlarimiz bor, lekin uni vaqti bor. Hozir faqatgina e'lon bo'yicha yil davomida, ya'ni maktab davrini yaxshi baholarga bitirib 19 nafar, menimcha bu yil rekord bo'libdi. Oltin medallarga bitirgan o'quvchilarimizga o'sha rahbariyat, hokimiyat tomonidan taqdim etilgan medallar taqdim qilamiz. Keyingi qismga o'tamiz va oxirida sizlar bilan bir dildan 5-10 daqiqalik suhbatni quramiz. Xo'p. Katta rahmat. Bo'ldi, Hasanxo'ja aka, shu yerda qolasiz va men ismlarini o'qiyman. Qaysi yigitlarning ismlari chiqsa, oltin medal bilan taqdirlanishadi. Shaxsan maktab asoschisi Hasanxo'ja aka ustozning qo'llaridan qabul qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Boshlaymiz. Birinchisi Abdumuratov Umid Asqarjon o'g'li. Taqdirlanasiz birinchilar qatorida. Oltin medal bilan maktabni tugatayotgan o'quvchilarning birinchi ro'yxatida. Katta rahmat, tabriklaymiz. Davom etamiz. Abduvaliyeva Shahruza Azamat qizi. Taqdirlanasiz. Keling. Tabriklaymiz, muborak bo'lsin. Oltin medal bilan Sodiq School maktabini yakunlayaptilar. Tabriklaymiz, ota-onangizga rahmat. Sultonova Dilxumor Said Mahmud qizi. Taqdirlanasiz. Marhamat. Muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Kelajakda ulkan muvaffaqiyatlar, zafarlar har doim yor bo'lsin. Davom etamiz. Nazarov Nazarbek Jonibekovich. Taqdirlanasiz.
oltin medal muborak bo'lsin. Bu hali boshlanishi, bundan-da yaxshi natijalar qayd etiladi degan ishonchimiz ham yo'q emas. Bozorboyeva Vazira Olimjon qizi, marhamat, taqdirlanasiz. Muborak bo'lsin, tabriklaymiz. Qizlarimiz ham aktiv bu borada. Erkinjonov Muhammadali Nozimjon o'g'li, taqdirlanasiz. Marhamat. Muhammadali Nozimjon o'g'li, katta rahmat. Muborak bo'lsin. Davom etamiz. Kamolova Osiyo Mahmudjon qizi, taqdirlanasiz. Samijonov Abrorbek Dilshodjon o'g'li, taqdirlanasiz. Chin qalbimizdan tabriklaymiz, muborak bo'lsin. Shokirova Shamsibonu Bahodir qizi, taqdirlanasiz. Davom etamiz. Anvarxo'jayev Abdurahmon Xo'ja Abbosxonovich, taqdirlanasiz. Esanova Sabrina Bobir qizi, taqdirlanasiz. Keling, marhamat. Muborak bo'lsin. Asrorov Mironshoh Aslanovich, taqdirlanasiz. Marhamat. Mahmudjonova Ruxsora Muzaffar qizi, taqdirlanasiz. Davom etamiz. Olimov Diyorbek Davron o'g'li, taqdirlanasiz. Zakidova Risolat Kamoliddin qizi, oltin medal bilan taqdirlanasiz. Marhamat. Olimjonov Nurmuhammad G'ulomjon o'g'li, taqdirlanasiz. Oltin medallarni qo'lga kiritgan o'quvchilarning ota-onalariga ham alohida rahmat, ustozlariga alohida rahmat. Ta'lim tarbiya berib, to'g'ri yo'l ko'rsatib, ularni ziyoli, ilmli bo'lishlarida katta hissa qo'shmoqda. Buning uchun ularga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Hali bu farzandlar sizni yuzingizni yorug' qilishadi. Albatta bu zalvorli mehnatlarni yuzaga chiqarishadi. Siz tomonidan bildirilayotgan ishonchni yorug' yuz bilan oqlashadi degan ishonchimiz ham yo'q emas. Davom etamiz. Bugun nafaqat ular, balkim boshqa o'quvchilarimiz ham taqdirlanishadi. Ularni ham aniqlaymiz, sovg'alarni topshiramiz. Yil o'quvchilari kim ekanligi bugun hammamizga qiziq. Hozir esa yana bir bor sahnaga ustozni taklif etmoqchimiz. Sadoqat Safarovani marhamat taklif etamiz. Keling. Samimiy niyatlarini eshitamiz va ular bilan birgalikda qolgan o'quvchilarga o'z sovg'alarini topshiramiz. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, ustozlar, ota-onalar. Umuman bugungi tadbirimizga tashrif buyurgan mehmonlar. Bugun bizda sal hayajonli kun. 8-sinfdan beri o'qiyotgan o'quvchilarimiz ilk bu safar chiroyli bitiruv kechasiga yetib kelishdi. Men videomda aytganman. Men hammangizga kelgusi hayotingizda omad tilab qolaman. Ya'ni o'zingiz ilk qadamingizni endi yangi hayotga qo'yasiz. Hammangizni kirgan o'qishlaringiz, universitetlaringizga omad tilayman. Yaxshi o'qib u yoqda bizni yuzimizni yorug' qilishingizni tilayman. Qizlarimizga ham omad tilayman. Sog'-salomat bo'lishsin. Umuman hammaga bugun hayotida eng muhimi sog' bo'lishini tilab qolaman. Sog'-salomat bo'ling doim. Xo'p, xursandchilik, hurmatli o'quvchilar, bu yilgi bitiruv kechamiz va bu yilgi bitiruvchilarimizni orasida eng ko'p oltin medal bilan bitirgan o'quvchilarimiz yili bu yil bo'ldi. Mana 19 ta o'quvchini xudo xolasa taqdirladik. Bunaqasi shu kungacha bo'lmagan. Tabriklayman sizlarni. Olg'a, молодцы. Va rahmat.
keyingi yillarim iloyim shu tarzda davom etaylik, xudo xolasa. Va bu yil aynan 11-sinf paytingizda yil o'quvchi bo'lgan o'quvchilarimiz bor. Ruxsat bersanglar, ularni sekin-sekin tabriklab yuborsak va keyin yana davom ettiramiz tadbirimizni. Orangizda ham qizlar, ham o'g'il boladan tavsiya bergan o'quvchilarimiz bor. Marhamat. Xo'p, rahmat. O'zingiz sho'tta qolasiz, o'zingiz topshirasiz. Demak, yil o'quvchilarini aniqlaymiz, hurmatli o'quvchilar. E'tiboringizni diqqat markazini sahnaga qaratasiz. Men ism sharaflarini o'qiyman va mana shu ismlar aytilgan insonlar esa sovg'alarni qabul qilib olishingiz mumkin. Birinchisi, 11-sinf o'g'il bola o'quvchilar orasida yil o'quvchisi Abdumuratov Umid Asqarjon o'g'li taqdirlanasiz. Krasavchik. Oltin medal ham oldi. Bravo. Davom etamiz. 11-sinf qiz bola o'quvchilar orasida yil o'quvchisi e'lon qilib qo'yamiz, mayli. Shokirova Shamsibonu Bahodir qizi, 7.5. Bravo. Tabriklaymiz. Esonova Sabrina Bobur qizi, 7.5. Bravo. Kamolova Osiyo Mahmudjon qizi, alps natijasi 7.5. Katta rahmat. Davom etamiz. Yilning eng katta grant sohibi Samijonov Abrorbek Dilshodjon o'g'li taqdirlanasiz. Chalinglar qarsaklardan. Qatarda 100%lik to'liq qoplanadigan $400,000 miqdoridagi grantni yutib oldi. Bravo. Davom etamiz. Yilning eng faol o'quvchisi Komilov Ulug'bek Alisher o'g'li taqdirlanasiz. Yilning eng faol o'quvchisi davom etamiz. O'ktamjonov Habibulloh Davronjon o'g'li taqdirlanasiz. Yilning eng bilimdon o'quvchisi Muhammad Aminov Muhammad Sodiq Jahongir o'g'li. Yilning eng namunali o'quvchisi albatta qizlardan Mahmudjonova Ruxsora Muzaffar qizi taqdirlanasiz. Yilning eng tashabbuskor o'quvchisi Ashurova Samira Baxtiyorovna taqdirlanasiz. Muborak bo'lsin. Eng tashabbuskor o'quvchi, yilning eng mehnatkash o'quvchisi Salimov Muhammad Usmon Umid o'g'li. Yilning eng intiluvchan o'quvchisi Zohidova Risolat Kamoliddin qizi. Statuetkalar topshiriladi. Davom etamiz. Yilning eng innovatsion loyiha muallifi To'rayev Abror Ulug'bek o'g'ri. Amerikaning Genius Olimpiadasi doirasida o'zining EI loyihasi bilan yakuniy bosqichga yetib borgan o'quvchilarimizdan. Yilning eng natijador o'quvchisi Abduvaliyeva Shahroza Azamat qizi. Onga yaqin nufuzli chet el universitetlarida qabul qilinib, umumiy 200 mingga yaqin grantni qo'lga kiritgan o'quvchilarimizdan. Chalinglar qarsaklarni. Yil kashfiyoti davom etamiz. Olimjonov Nurmuhammad G'ulomjon o'g'li taqdirlanasiz.
Yilning matematika fani yulduzi Asrorov Mironshoh Aslanovich. Mironshoh, butun boshli stol ustozlaring matematiklar. Qanday seni hurmat qilib, hammasi qarsak chalvorda turganingda ko'rdingmi? Ustozlar menimcha sizlarga Mironshoh o'z rahmat aytibdi yuragidan. Men yetkazib qo'yaman sizlarga katta rahmat. Shu bolani harakat qilishida baribir labay ustoz. Rahmat. Hamma matematika ustozlarimga kattagon rahmat aytaman. Maktabga kelganimdan beri to 11-sinf bitirgunimcha meni qo'llab-quvvatlashdi, bilim berishdi, tarbiyalashdi, xatolarim bo'lsa to'g'rilashdi. Bu uchun katta minnatdorchilik bildiraman. Adashmasam, matematika ustozi faqat e'tibor bermaysizlar. Menimcha hamma ustozlar demoqchi edinglar sen. Hamma ustozlarga rahmat, rahmat hammaga. Yilning sinfdoshlar orasida o'rnak o'quvchisi Ikromov Biloliddin Ziyoviddin o'g'li. O'rnak bo'la oladigan inson. Biloliddin, katta rahmat. Davom etamiz. Yilning eng intizomli o'quvchisi Ahmatov Meroj Gulmuratovich. Rahmat, tabriklaymiz. Davom etamiz. Yilning eng faol volontyori Sultanova Dilxumor taqdirlanasiz. Tabriklaymiz sovg'alarni qo'lga kiritgan o'quvchilarimizni. Davom etamiz. Bizda yana oxirgisi bor. Yilning eng yaxshi Sodiq School jamoasi o'quvchilari Zakovat terma jamoasi a'zolarini sahnaga taklif etamiz. Salimov Muhammad Usmon. Marhamat. Xo'p, Salimov Muhammad Usmon birinchilari. Ahmatov Meroj, keling, marhamat. Madaminov Muhammad Sodiq, marhamat. Sahnaga taklif etamiz. Abdumurotov Umid, Kamolova Osiyo, Zakovat terma jamoa a'zolari. Umumiy ravishda bitta suratga tushib qo'yamiz. Katta rahmat. Ustozlarga ham katta rahmat, minnatdorchilik bildiramiz. Tabriklaymiz o'quvchilarni, qancha yaxshi bir natijalarini qayd etgan o'quvchilarni ko'rib ko'zlarimiz qo'ynaydi, havasimiz keladi. Farzandlarimiz mana shunaqa natijalarni qayd etsa, ishoning bu ota-onalar uchun eng katta baxt sanaladi. Biz esa bu borada nafaqat ota-onalarga, ustozlarga ham alohida minnatdorchilik bildiramiz. Ustozlarning o'rni beqiyos va buni farzandlar ham juda ham yaxshi tushunishadi, bilishadi, anglashadi va ular ham bu fursatlardan unumli foydalangan holatda mana shu ta'lim va tarbiya bergan ustozlar uchun maxsus video rolik tayyorlashgan. E'tiboringizni monitorga qaratasiz va o'quvchilar tomonidan tayyorlangan, ustozlar uchun tayyorlangan video rolikni premyerasini birgalikda ko'ramiz. Sizning ko'zlaringiz mehrga to'la, nigohlaringiz samimiy. Shubhasiz. Maktabga ilk qadam qo'yganimizda hayajondan yig'ladik va tark etayotganimizda ham yig'laymiz. Siz o'z bolalaringizni yaxshi ko'rasiz. To tirik ekansiz, yaxshi ko'rishda davom etasiz. Siz uchun bolaning begonasi yo'q. Ba'zida qornimiz och qolsa, bizni ovqatlantirasiz. Biz ham sizga qandaydir yaxshilik qilishni xohlaymiz. Ko'pincha o'zingizni yaqinlaringizga vaqtingiz yetmaydi. Chunki umringizning asosiy qismini biz bilan maktabda o'tkazasiz.
Bizni maqtashingizni o'zimizdan yashirasiz. Nimalarnidir esa biz sizdan yaxshiroq tushunamiz. Sizga ko'p yaxshi gaplarni aytishni xohlaymiz. Lekin eng kerakli vaqtda o'sha so'zlarni aytish esdan chiqib qoladi. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. Farzandlar har doim ustozlariga chuqur ehtirom ko'rsatishadi, ularni e'zozlashadi va ular tomonidan bildirilgan ishonchni har doim yorug' yuz bilan oqlashadi degan umiddamiz. Navbat ota-onalarga, ota-onalar ham mana shu ustozlarni tanlab farzandlarini ularga ishonib topshirishgan. Shuning uchun ham har doim farzandlaridan ular ko'ngillari to'q va xotirjam bo'lishadi. Ota-onalarga ham tanlovingiz uchun katta rahmat aytamiz va biz hozir mana shu ota-onalarni ham taqdirlash, ularga minnatdorchilik bildirish istagimiz bor. Sahnamizga taqdirlash uchun o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Muhayyo ustoz Murus Manqulovani taklif etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, hurmatli bitiruvchilar, ustozlar, ota-onalar, hammangiz mana shu chiroyli davramizga xush kelibsizlar. Bugungi tilaklar hammasi mana shu bolajonlarga, qizlarga, yigitlarga. Ilohim mana shu ota-onalaringizni qo'llab-quvvatlashi, maktabda 4 yil davomida ustozlaringiz bergan bilimlarni oqlashligingizni, hammasi mana shu sizni kelajakdagi qadamlaringizni, hayot yo'lingizni yorqin bo'lishligi ekanligi uchun yodingizdan chiqmasin shu narsa. Hammasi hayotingizda kerak bo'lsin va qo'llang hayotda ilohim mana shu narsalarni. Sizlarda bitiruv kechinglar, lekin men hayajonlanyapman rosa ham. 2 kun tayyorlagan gaplarim yodimdan chiqib qoldi. Hammanglarga yorqin kelajak tilayman. Omadinglarni bersin. Eng zo'r universitetlarni yakunlab, mana shu davlatimizni ravnaqi kelajagi uchun dunyoni qaysi burchagida bo'lsa ham yurtimiz uchun xizmat qilinglar, mehnat qilinglar. Hayotinglar chiroyli bo'lsin. Endi mana shu sizni orqangizdan kelgan mana shu o'tgan ota-onalaringizni faxr bilan chaqirib hozir ularga ham taqdirlaydigan rahmatnomalarimiz bor. Shuni qalbimizdan tabriklaymiz. Ota-onalar uchun o'zi aslida u qadar ko'p narsa kerak emas. Farzandlari mana shunaqa yaxshi natijalarni qayd etsa, yuzlarini yorug' qilsa, bu ota-onalar uchun eng katta baxt. Bugun ota-onalarimiz farzandlarini mana shunday yutuqlardan xursand bo'lishyapti degan umiddamiz va hozir ular orasidan bir insonni taklif etib, ularni chiroyli bir so'zlarini eshitmoqchimiz. Mirsohib, marhamat. Assalomu alaykum. Shu dargohga yig'ilgan aziz ustozlar. Men bu dargohda 2 farzandim o'qiydi. Birinchi ochilgan yili berganmiz. Mana bugun birinchi farzandim shu maktabni bitiryapti. Men ustozlarga birinchi bo'lib Zamiraxonga katta rahmat aytaman, Hasanxo'jaga rahmat aytaman. Chunki birinchi bolalarim kelganda bilim darajasi bu darajada yutuqlarga erishadigan emas edi, lekin mana bugun ko'rib turibmanki, chet el o'qishlariga qaysi birini tanlashini bilmayapmiz. Bu natijalar hammasi mana shu ustozlarning mehnatidan deb bilaman. Rahmat hammanglarga, hamma ota-onalar men kabi xursand bo'lsa kerak. Ota-onalar nomidan ham rahmat aytaman. Tabriklaymiz. Davom etamiz. Yana bir qancha uzun ro'yxatimiz bor.
ularni ismlarini aytamiz, ularga ham ajoyib sovg'alar topshiriladi. Hozir esa biz taqdirlash uchun Sevinch ustoz Sobirovaga sahnaga taklif etamiz va ularga mikrofonni taqdim etamiz. Keling. Assalomu alaykum, hurmatli bitiruvchilar, aziz ota-onalar, bizning hurmatli ustozlarimiz. Bugungi mana shunday go'zal davramizda o'quvchilarimizni yana 20 yildan, balki yana 50 yildan keyin ham eslab o'tirish daqiqalarini, ya'ni birgalikda shodiyona kunlarini o'tkazayotganimizdan juda ham xursandmiz. Va hozir men juda ham hayajondaman. Bundan oldin biz ota-onalarni taqdirladik va shunaqa ichimizda havasimiz keldi ota-onalarga ham, farzandlariga ham. Chunki farzand bo'lib, bir farzand o'laroq ota-onamizga rahmat eshittirish va bir ona o'laroq, bir ota o'laroq biz farzandlarimizning ortidan rahmat eshitish bu hayot davomida qilgan mehnatlarimizning eng katta ne'mati, eng katta mukofoti desak yanglishmagan bo'lamiz. Va men bugun bu yil bitiruvchilarimizni va bu yilgi bitiruvchilarimizning ota-onalarini samimiy muborakbod etaman. Chunki siz mana shunday go'zal mukofotni allaqachon egallagan baxtli, omadli ota-onalarsiz va baxtli, omadli kelajagidan umidlarimiz katta bo'lgan o'quvchilar, siz farzandsiz va mana shunday go'zal davrada men ham niyat qilaman, kelgusida menga ham farzandlarimni orqasidan sizga o'xshab onalar rahmat eshittirib, rahmat aytishlarini ko'rish nasib qilsin va har biringizga bugungi kunda va bugungi kundan boshlab hayotning yorqin yana bir bosqichiga ko'tariladigan hayot yo'lingizda omad, muvaffaqiyat tilab qolaman. Omad har doim hamrohingiz bo'lsin. Mana shu yillar davomida o'qigan, mehnat qilgan va eng ulug' kasb egasi bo'lgan ustozlarimizning duosini olib, oq yo'l sizga degan holatda yangi hayot yo'liga kuzatib qolmoqdamiz. Aminmizki va ishonamizki sizda bizni keyingi hayot yo'limizda 20 yildan keyin, balki 10 yildan keyin bu bolani biz o'qitganmiz, bu bola bizani maktabda o'qigan deb faxrlanib ayta oladigan farzandlar bo'lishingizga ishonamiz. Barchangizni bugungi kechangiz bilan va bir oppoq kelajak sari boshlangan yo'lingiz bilan muborakbod etamiz. Ana endi biz faol bo'lgan, yaxshi o'qigan, o'zini ko'rsatgan o'quvchilarimizni taqdirlashni boshlaymiz. Hammaga rahmat. Zamira Hakimova, keling, marhamat. Sinf rahbarlari, sizni ham chaqiramiz. Keling sahnaga, o'quvchilarimizga mana shu diplomlarni taqdim etishda yaqindan yordam berasiz. Chalinglar qarsaklardan. Birinchi ikki og'iz gapdan boshlaymiz, marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli ota-onalar, ustozlar. Yig'lamoqchimasdim, rosa tayyorgarlik ko'rdim. Hammalaringiz boringizga shukr. Eslayman, 8-sinfda o'rgan bo'lsam sizlarni. 8, kimdir 9, kimdir 10. 11-sinfda qabul qilganlarim ham o'zimni bolamdek bo'lib qolgansizlar. O'sha 1-sentyabrda eslayman. Juda ko'pchiligingiz hali ham shu sinfda o'qib, birga bitiryapmiz.
kimdiriz sho'x, kimdiriz sali azarnoy deydi-ku, to'polonchi. Kimdir a'lochi, kimdir o'rta baholarga tamomlayapti maktabni, lekin har biringizni bizni qalbimizda o'zingizni o'rningiz bor. Buni men bilmayman, qanday ta'riflay olaman, qanday ayta olaman. Nima demoqchiman? Bir so'z bilan aytganda, shu 114 ta bitiruvchi bugun bitirayotgan bo'lsa, hamma ustozlar nafaqat meni qalbimdasiz. Boshqa ustozlarning ham qalbida chuqur o'rningiz bor. Qayerda bo'lmang, qanaqa kasb egasi bo'lmang, qanaqa ish lavozimda ishlamang, biz uchun o'sha sho'x shodon o'ynab kulib yurgan bolakaysizlar. Inshaalloh men bolalarimga ko'p kulib aytaman. Ministr bo'lib ketinglar, eshiklaring tepib kiray deyman-da, hazillashib. Eslaringizda bo'lsa kerak bolalar bu gaplar. Inshaalloh shu kunlarga yetkazsin. Sizlarni nima deydi, jahon tan olgan universitetlarda o'qiyotganlaringizni ko'rish nasib qilsin. Yaxshi inson bo'lganingizni, ummatga xizmat qiluvchi farzandlar, insonlar bo'lganingizni ko'rish hammamizga nasib etsin. Hammalaringiz ota-onangizga rahmat aytaman. Shunchalik voyaga yetkazib, katta qilib, o'stirib, tarbiyalab, xulq-atvoringizni chiroyli qilib berganiga ulardan minnatdorman, ularga ta'zim qilaman. Rahmat onajonlar, otajonlar, hammalaringizga rahmat. Sizlar bor, biz o'zimizni ustozligimizni his qilib yuramiz. Sizlar bor, bizning missiyamiz bor. Aziz o'quvchilarim, hayot davomida sizlarga jamiki yaxshiliklarni, xayrliklarni so'rayman. Inshaalloh bir-birimizni unutmasdan, katta bo'lib ketganingizda ham, balkim nasib qilar farzandlaringizni ham o'qitish, bir-birimizni unutib bormaymiz degan umiddaman. Bir-birimizdan yaxshi kunlarimizda inshaalloh yonimizda bo'laylik, qadrlaylik, hurmat qilaylik. Rahmat. Borliklaringiz uchun rahmat. Katta rahmat, ustozlarga alohida rahmat, minnatdorchilik bildiramiz. Bu sevinch ko'z yoshlari. Davom etamiz. Keyingi o'quvchilarimiz ana ota-onalar tomonidan guldastalar ehtirom sifatida, minnatdorchilik sifatida topshirilmoqda. Katta rahmat. Eng katta sovg'a. Biz men shu maktab ochilgandan beri o'qiyotgan eng oxirgi o'quvchilar ekanmiz. Ya'ni shuncha yildan beri o'qib kelamiz. Bu maktabda xizmat qilgan har bir xodimlarga, ustozlarga, hammalariga rahmat etmoqchiman. Ozodaligimizga, maktabimiz ozodaligiga xizmat ko'rsatgan tozalik xodimlariga, bizni qornimizni to'yg'izgan, shirindan shakar ovqatlar qilib bergan oshxona xodimlariga va bizni sog'ligimizga qarab turgan hamshira opamizga hammalariga rahmat. Mana shu 4 yil mobaynida biz 4 yil mobaynida eng asosiy yutuqlarimizni mana shu maktabimizga to'g'ri keldi. Shu yerda erishdik. Aksariyatimiz yutuqlarimiz asosiylari shu maktabga to'g'ri keladi. Buning uchun bizga eng katta xizmat ko'rsatgan ustozlarimizga rahmat. Bitta qarsak chop qo'yaylik. Sizlarga kattakon rahmat ustozlar.
Menimcha bu hammaning ichidagi fikrlar shunaqa. Shunchaki men chiqib gapirib beraman. Hammaning ichida shunaqa. Sizlardan juda ham rahmat, sizlarga juda ham rahmat. Hammasiga rahmat. Sizga ustoz kattakon rahmat. 4 yilda mana shu hammamizni oilamizdan ham ko'proq ko'rgan odam bo'ldingiz. Maktabda misol 9 soatcha vaqtimiz o'tsa, siz bilan o'tdi. Hammasi uchun rahmat. Sovg'alarimiz bor. Bu butun sinfimiz nomidan sizga sovg'a ustoz. Rahmat, rozi bo'ling hammasiga. Hammaga rahmat. Xayr, sog' bo'linglar. Rahmat, tasanno. Bitta rasmga tushib qo'yamiz. Hozir Zamira opa ketib qolmaysiz. Qizlar ham tabriklashmoqchi. Qiz bola o'quvchilaringiz ham birgalikda hozir sahnaga chiqib ustozlarini taqdirlashmoqchi. Ketib qolmaysiz. Marhamat qizlar, taklif etamiz, kelinglar. Esdalik sovg'alari topshiriladi. Chalinglar qarsanglarni, eshitilmayapti. Ana, uzuv taqib qo'yishmoqchi qo'llariga. Muborak bo'lsin va bu farzandlar hali bu yutuqlarni eng zo'rlarini ustozlariga taqdim etishadi inshaalloh. Davom etamiz. Har bir o'quvchini yuzda o'zi ko'zi porlab turibdi. Qanaqadir bir boshqacha qanaqadir bir ilmga, qanaqadir bir odob nuqtai nazardan hammasi mujassam farzandlarni ko'zlari aytib turibdi. Hali bu farzandlar inshaalloh yaxshi natijalar bilan yurtimizni, ota-onalarni, ustozlarini xursand qilishadi degan umidamiz. Ana endi esa hozir yana bir bor e'tiboringizni monitorga qaratishingizni istardik. Boisi o'quvchilar tomonidan tayyorlangan va sizga manzur keladigan inshaalloh videorolikni birgalikda ko'ramiz. Assalomu alaykum. Bugun bizning bitiruv kunimiz. Dunyoning turli millat tillarida sizlarga o'z minnatdorchiligimizni izhor etmoqchimiz. Aziz ustozlar. Говорят, что школа – это второй дом, но дом создают не стены, а люди. Спасибо вам большое за вашу поддержку, знания, терпение. И когда вы верили в нас, когда мы сами себе не верили. Мы можем забыть формулы или даты через некоторое время, но мы никогда не забудем вас, потому что вы научили нас быть теми, кем мы являемся сейчас. Hurmatli ustozlarimiz, sizning bizga o'tgan har bir darsingiz va o'gitingiz doimo yodimizda, bizga to'g'ri yo'l ko'rsatkichi bo'lishiga ishonamiz. Sizlardan o'rgangan narsalarimiz uchun qancha rahmat aytsak, shuncha oz. Bu gaplarni anchadan beri ayta olmagandim. Shu vaziyatdan foydalanib, ustozlarimga rahmat aytmoqchiman. Chunki ular faqat bilim emas, odamiylikni, javob berishni emas, fikrlashni o'rgatishdi. The moment I will walk out of these doors, I'm pretty sure I will forget most of the formulas, definitions and dates. But I will never forget the teachers who taught them. The teachers who helped me shape who I am right now. Thank you for everything. Уважаемые учителя, спасибо за ваши знания, терпение и поддержку. Все эти годы вы помогали нам расти, учиться, становиться лучше. Мы искренне благодарны за все, за вашу доброту, за добрые советы, за все. Спасибо вам за все. Ой, почему я 2 раза сказал? A few months ago, I came to Sadiq School. Allah guided me through this journey without knowing what to expect. Now what? We're graduating. Where did the time go? A huge thanks to our teachers for their love, for their support, for believing us and encouraging us, for staying patient and making our dreams came true. I'm really grateful for teachers whom I met in my life. Thank you for believing us, encouraging us, and making our dreams came true. We learned it, we loved, and we also enjoyed our time at school. Thank you for all things. May Allah bless you and may Allah reward you with Jannat al-Firdaus. Sheshi Laushi. Liebe Lehrerinnen und Lehrer, vielen Dank für Ihre Arbeit und Ihre Geduld. Wir sind Ihnen sehr dankbar. Mit freundlichen Grüßen, Ihre Schülerinnen und Schüler. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Men bugun sizlarga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Bu 4 yil ichida biz nafaqat sizning ilmingizni oldik, balki sizning tarbiyangizni ham oldik. Bu 4 yil ichida siz bizga hayotdagi qiyinchiliklardan qanday o'tishni, boshimizga qiyinchiliklar tushganda ularni qanday yengishimizni o'rgatdingiz.
Mana bugun biz yangi jang maydoniga qadam qo'ymoqdamiz. Siz bizni ortimizdan turib himoya qiladigan kamonchilarimiz sizlar. Biz yosh avlod hali sizning yordamingizga muhtojmiz. Shuning uchun iltimos joyingizdan jilmanglar. Cara maestra, gracias por tutto que me ha enseñado. Queridos profesores, gracias por su paciencia incluso en los momentos en que no era fácil. Gracias por no rendirse con nosotros. Nosotros te amo. Sevgili öğretmenim, her şey için teşekkür ederim. Bizlere sadece bilgi değil, aynı zamanda güzel değerler de kazandırdığınız için sizlere gönülden teşekkür ediyoruz. Sabrınızın ve özverinizin sayesinde çok şey öğrendik ve kendimizi geliştirdik. Yemeklerinizin karşılığını her zaman almanızı diliyoruz. Davom etamiz, hurmatli ustoz Hasan Hojiga. Siz boshligingizdagi hamma mehmon ustozlarimizni sahnaga taklif etmoqchimiz. Ikki og'izdan yoshlarimizga, o'quvchilarimizga bir chiroyli niyatlarini bildirib qo'ysa, ular bundan bag'oyatda xursand bo'lishardi. Hurmatli o'quvchilar, ustozlarimiz uchun chalinglar qarsiylarni, kelinglar ustozlar. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar, kelinglar. Ustozlar, mehmon ustozlarimiz ham bor. Ikki og'izdan chiroyli bir niyatlarini bildirib qo'yishsa, nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Assalomu alaykum, hammalarga xush kelibsiz. Endi sizlarga nima ham deyman? Xudoga shukr, shukrlarga yetib keldik. Hammanglarga baxt, omad yor bo'lsin. Sizlar ham xudo xolasa bitta 2026 guruh ochib qo'yib, yozmasdan o'tirasizlar degan umiddamiz. Sog' bo'linglar. Hammaga assalomu alaykum. Bugun ham xursandmiz, ham xafamiz. Xursandligimiz sizlarni keyingi bosqichga o'tkazayotganimizdan, xafaligimiz sizlar bilan xayrlashayotganimizdan bo'ldi. Xudo xohlasa, men doimo darslarimni ta'kidlab kelaman. O'zbekiston bizning yurtimiz mustaqil davlat, lekin sizlar O'zbekistonni yanada mustaqil qilasizlar, O'zbekiston taraqqiyotiga hissa qo'shasizlar degan katta umidlarimiz bor. Ayniqsa sizlardan juda ham katta umidlarimiz bor. Xudo xohlasa, yaqin 10 yil, yaqin 20 yil ichida O'zbekiston taraqqiyotiga yaxshi xizmat qiluvchi kadrlar bo'lishini tilab qolaman. Endi 2026 guruhni ochib, bizani ham qo'shib Xudo xohlasa endi yozishib turamiz degan umiddaman. Optimist bo'lamiz. Charchamaylar. Odam hayajonlanar ekan, darsda hayajonlanmasdim, lekin hammalaring bir bo'lsalaring qiyin ekan. Alohida chidash mumkin edi. Endi shunaqa zo'r avlodki, bu avlod nafaqat darsda, balki bitiruv kechasida ham to'liq o'tirmaydi. Boshqacha avlodda. Men bunaqa avlod hali ko'rmaganman. Shunaqa zo'r, ajoyib avlodki, qizlar va yigitlarni umumiy hisoblasa, Bigudidan eng ko'p foydalangan avlod shu avlod. Yana shunaqa zo'r avlodki, bular tadbirlar xonasidan nafaqat tadbirlar, nafaqat sinf xona maqsadida, balki uyqu, oromgoh maqsadida ham faol foydalangan guruh avlod. Shunaqa zo'r avlod. Sizlar bilan xayrlashayotganimizdan ozgina xafa, ozgina xursand, ozgina yolg'on aralashdi. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Endi yana bittasi esdan chiqadi. Shunaqa avlodki, bu avlodda Jon Hopkins bor. Betakror bu guruh, bunaqasi qaytib bo'lmasa kerak. Lekin bizni yarim yilga ayirishdi, ozgina aytadigan gaplarimiz chala qolib ketdi. Biz o'rgatmaganimiz qolganini hayot o'rgatadi. Nima edi? O gap oxiri 2026 ekan. 2026 degan guruh ochasizlar. Bizni ham qo'shasizlar va bizga ham yozish imkonini ochib qo'yasizlar. Bu narsa yozib turamiz. Hammanglarni yaxshi ko'ramiz. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum hammaga. Bu yerda o'zim ham ustoz emas, 11larning akasi deyman. Otajon aka deb keladi. Otajon ustoz emas. Hammanglarni yaxshi ko'ramiz. Ilohim nima yaxshi niyat qilgan bo'lsanglar, hammasiga Allohning o'zi yetkazsin. Nimaiki qaysi o'qishga kirish xohlagan bo'lsanglar, kirib mazza qilib, davralarni suradigan vaqt keldi. Ustoz aytgandek ozgina xafa, ozgina xursandmiz. Salomat bo'linglar, sizlarni yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum, shu yerga yig'ilgan mehmonlar, 11-sinflarimiz. Haqiqatda aytganingizdek bilan bunaqa katta sostavda ko'rilmagan edi. Hammanglarga omad tilaymiz. Hammaga aytadigan gapim, never be satisfied, be always grateful. Good luck.
Assalomu alaykum. Qadrli o'quvchilar, ukalarim, singillarim. Ataylab ustozlardan oxirga turib buni kutganim, so'z navbatini. Men xayrlashmayman. Sizlar bilan hali ishimiz ko'p. Bitmagan ishlarimiz ko'p. Hali yana ko'p ish bir-birimizga ishimiz tushadi. Oldingi 11lar bilan qilgan har yilgi an'anamiz sifatida bu 2026 guruhdan tashqaridagi guruhlarimizda ham qolamiz. Va hammanglarni o'zingizlar xohlagan, o'zingizlar kelajaginglar chiroyli ko'radigan universitetlarga yetkazib olishga hissa qo'shishda Alloh madad bersin hammamizga. Ilohim keyingi yillarda ham sizlardan katta sinflar bilan qilayotgan an'analarimizni qilishni, sizlar bilan universitetlardan keyin yana ko'rishni, yana shu aka-ukachilik, ustoz shogird munosabatlarni saqlab qolishni tilab qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Har doim mana shunaqa jamiyatga, yurtga foydasi tegadigan farzandlarini yetishtirib, tarbiya qilishda Alloh kuch-quvvat bersin. Rahmat hammanglarga. O'z joyida kuzatib qo'yamiz. Qochasan, baribir yetib kelasan deydi. Shu davrni kelishini bilardik. O'zi kecha menda reja turdi. Baribir so'z oxirida bir bolalarga so'nggi so'z o'rnida nimadir aytishimiz kerak. Shu 4 yillik faoliyatda bir jumlalarga jamlash kerak, tayyorgarlik ko'rish kerak. Oson emas. Buni sahnada turib gapirayotgan yoki gapirishga harakat qilgan inson biladiki, o'ziga yarasha mas'uliyati yurakdan chiqsa va samimiy bo'lsin va qalbinglarga borsin. Zota qalbdan chiqqani qalbga boradi degan shior ostida biz ko'plab gaplarimizni gapirishga harakat qilamiz. So'zni uzun qilmoqchi emasman, qisqa qilmoqchiman, lekin iltimos qilardimki, e'tiborli bo'lib, jumlalarni anglab va kelajakda shu narsalar sizlarga bir savol ostida qoldirganda hayot bir voqeani oldida yordam berishini xohlardim. Agar eslab shu narsani qo'llasanglar, men bugun sizlarga bitta so'z aytmoqchiman va bugungi jamiki yetmoqchi bo'lgan so'zim va tilaylarim, barcha gaplarim shu so'z atrofida birlashadi. Bu maktab nomidan kelib chiqib, jamoamiz nomidan chiqib aytaman, bu sodiqlik. Sodiqlik nima desa hammanglarda javob bor, lekin asl javob shuki, sodiqlik bu insonning gapi, amali, niyati bir-biriga to'g'ri kelishi sodiqlik deyiladi. Biz nom tanlayotganimizda maktabga juda ko'p nomlar ichida aynan shu narsa bizda durdek ajralib turgan va xohishimiz shu bo'lkinki, ya'ni shu yerdan chiqayotgan insonlar sodiqlarga o'xshasin va sifati sodiqlik topilsin deb shu niyatni qilganmiz. Amallar niyatga bog'liq deydi. Biz amalimizni qildik, niyatimizni qildik va natijasini sizlarda ko'rish xohlaymiz. Hayotda faqat sinov, musibat bilan kelmaydi. Ba'zan ne'mat ko'rinishda ham keladi. Ya'ni yiqilishingiz, kasal bo'lishingiz, qoqilishingiz, har xil to'sovlarga duch kelishingiz bu hamma biladiki bu sinov. Lekin inson sezmay qoladigan, ko'rmay qoladigan va ichida eng afsusliki aldanib qoladigan shirin sinovlar bor. U nima desa boylik, mansab, martaba, maqom kelganda inson o'zligini yo'qotib qo'yishi oson bo'ladiki, yaratgandan o'zilib qoladi. Nimaga? Ne'mat ichida inson shukurni yo'qotadi. Musibatni biladi, boshqa boradigan joyi yo'q, iltijo qiladi, yolvoradi. Shundan chiqish uchun yonma-yon turib, duolarida, ibodatlarida bardavom bo'ladi, chunki najotni kutadi. Lekin ne'mat ichidagi inson o'sha narsa nusratga hozir ehtiyojim yo'q deydi va afsuski hayot uni aldab qo'yayotgan bo'ladi. Shuning uchun doim esdan chiqarmanglar. Narigi musibat Alloh fazli bilan chiqasizlar. Lekin bu musibatda faqat o'zliginglar bilan ustozlar bergan ta'limi va qadriyatlar bilan omon qolishinglar mumkin. Agar sizlarda boshqa bu narsa uchun himoyalar bo'lmasa, aniq adashib ketasizlar. Ilm har doim ziyoda bo'lish uchun biz bugun maktabni tugatdik, bo'ldi ilm olish to'xtadi deb o'ylamanglar. Sizlar endi haqiqiy ilm maskaniga chiqyapsizlarki, maktab nima edi? Sizlarni xatoylar bo'lsa, urishadigan, tushuntiradigan olib kirib, bu narsa xatoligini anglatib, keyingi safar buni qilmasligiga
yordam beradigan, tayyorlaydigan maktab. Ertaga hayot bunaqa bo'lmaydi. Ertaga sen bu ishni xato qilding, buni to'g'rilagin deb o'tirmaydi. Sizlarni avval jazolaydi, keyin o'rgatadi. Va endi sizlar to'g'ridan to'g'ri o'rganishni, hech qanaqa sizlarni himoya qilib, xatolarni tushuntiradigan insonlarsiz, hech qanaqa himoyalarsiz ilm maskaniga kirib qolsizlar. Shuning uchun bitta Zumar surasida aytilgan, esinglardan chiqmasin. Bilgan bilan bilmagan teng bo'ladimi deyilsa, hech qachon teng bo'lmaydi. Har doim bilish yo'lida to'xtamasliginglar kerak. Va bu yerda o'tirgan ota-onalar va kelolmagan ota-onalarga men rahmat etardimki, sizlarni shu kungacha farzandinglar nimaki erishgan bo'lsa, albatta sizlarda ajr bor. O'quvchilar, qizlar, bolalar hech qachon esdan chiqarmanglar. Ildizini unutgan yaproq uzoqda shamollarga o'yinchoq bo'lib uchib ketib qoladi. Shuning uchun aldanib qolmanglar. Kimki shu kungacha ota-onasini hamma yaxshi ko'radi, hurmat qiladi, lekin bilib bilmay insongarligiga borib xato qilib, xafa qilgan bo'lsa, bugun shu davradan ketib birinchi qiladigan ishlar ota-onalarga rahmat etishinglar, uzr so'rashinglar va doimo duo qilishinglar bilishinglar kerak. Muso alayhissalomning onalar vafot etgandan keyin Alloh tomonidan xitob qilinadiki, endi o'zingni asrab yur, chunki endi onang yo'q, otang yo'q. Ya'ni bilib olinglar, bizda qo'rg'onimiz bor, bizga ko'zimizga ko'rinmaydi. Va balolardan, har qanaqa fitnalardan saqlab turadi. Shuning uchun ota-onalarga men maktab nomidan, jamoamiz nomidan tashakkur etamizki, shu kungacha kelish oson bo'lmadi. To'g'ri, xatolar bo'ldi, kamchiliklar bo'ldi, aytilgan ishlarni biz xohlaganimizchalik qila olmagan holatlar bo'ldi, lekin birga o'sdik, birga shu kunlarga yetish uchun ancha sinovlar boshdan o'tkazdik. Men bu avlodni nima uchun ko'proq yaxshi ko'raman? Bular birinchi maktabga kelgandan beri va oxirgisi bitirib ketayotgan. Bundan bu yog'iga bunaqa ko'p umr bo'tdi, faoliyat olib borgan o'quvchilar bo'lmasa kerak. To'g'ri, sizlarda hozir savollarga javob beradigan sun'iy intellektlar bordir. U tezdir, u zo'r javob berar, lekin u hech qachon sizga vijdon nima, ixlos nima, iymon nima, hikmat nima hech qachon sizlarga o'rgata olmaydi. Bu faqat qadriyat bilan o'qitilgan ustozlardagina topishinglar mumkin. Shuning uchun qadrli o'quvchilar, ota-onalar, ustozlar, bu kun uchun sizlarga tashakkur etaman. Faqat muvaffaqiyatingizni ko'rib, shu biz o'quvchimiz deb faxrlanib yurish nasib qilsin. Hammanglarga bitiruv kechanglar muborak bo'lsin. Salomat bo'linglar. Hop, an'anaga ko'ra har yili e'tirof, hamma bu yilgi birorta e'tirofda men shaxsan o'zim ishtirok etmadim. Oldin bevosita ishtirok etardim. Lekin bir an'anani doim saqlab qolish xohlardim. Yil davomida, 1 yilmi, 2 yilmi maktabdan kelib bitirguncha bo'lgan davrimi alohida ko'nglimizdan joy olib, o'z o'rniga ega bo'lgan o'quvchilarni yoki o'quvchini e'tirof qo'yardikki, bu katta ancha asrlardan beri kelayotgan an'ana. Ulamolarda qalam berish ko'rinishida bo'lsa, biz maktab asos solingandan beri bir kichik an'anani yo'lga qo'yganmiz. Har yili faqat bitta o'quvchiga berardik. Yani shaxsan men o'zim bu tanlovni hech kim bilmaydi. Faqatgina samimiy xursand bo'linglar va e'tirof qilingani uchun xursand bo'lib, o'zingizlardan xafa bo'lmanglar. Kelishdigi hamma rozi shunga. Demak, birinchi men o'g'il boladan boshlayman. Bu ilm uchun deyilmadi. Bu ilm uchun berilmayapti. Faqatgina men maktabda asl mohiyat shuki, maktab faqat bilim beradigan maskan bo'lganda boshqa dargohlar bor. Maktab faqat tarbiya beradigan joy bo'lganda boshqa joylar bor, lekin maktab insonni, yoshlarni emas, o'quvchilari katta hayotga shaxs sifatida chiqaradigan, tayyor qilingan, o'z shaxsiyatiga ega bo'lgan, dunyoqarashini o'zgartirish uchun, xatolarni tuzatish uchun va ertaga shu xatolarni katta hayotda qilmasligi uchun bir maskan vazifasini bajarish hisoblanadi. Maskan, e'tibor beringlar, sakinat bo'lish kerak bu yerda. Va men o'yladim, juda ko'p nomzodlar ichida aynan shu holatni men e'tirof qilish xohladim. Sababi bu bola
katta o'zgarish amalga oshirdi. Uni maktabga kelgan holati bilan maktabni bitirayotgan holatida juda katta burilish bor, katta o'zgarish bor. Shuning uchun men bu holatni bee'tirof qoldirishni xohlamadim. Ba'zilar уже his qilayotgandir. Men xohlardimki, hayotda mana maktabda shu xatolarsiz chiqib keting, katta hayotda shu xatoni kamroq qilishingizni va hatto maktabdan haydalib, o'z maqomini saqlab, qaytib o'z darajasida mana ustozlar duosi va o'rtoqlarining e'tirofida maktab bitirib ketish nasib qilgan o'quvchi bu Salohiddin. Bu maqomdir, lekin bu mas'uliyat hech qachon esdan chiqmasinki, bu hayotda qanaqa o'zgarish qilgan bo'lsang, shuni yanada yaxshilab jamiyatga manfaatli inson bo'lasan degan hamma orzu, havas, niyatlarimiz shuni ustida turibdi. Har qaraganingda shu bugungi yetgan eslatmalarimiz esingdan chiqmasin. Tabriklayman. O'tgan yil niyat qilgan edi hozir. Xudo xohlasa olaman degan edi, niyat xolis ekan va bu yildan alohida qizlarimiz endi eng qiynalganim shu. Men har doim qizlarimizni prioritetga qo'yamiz. Har doim qoidalarda, ustozlarda ham bilishadi bolalar, maktabda yozilmagan qoida bu qizlarimiz eng ustuvor turadi. Ularni xoslash, ajratish mumkin emas. Hatto qaysi biri ekanda men ustozlar bilan maslahat qilganimda hech kim alohida e'tirof qilib bera olmadi, lekin baribir javobgarlik qaror o'zimda qolgani uchun men soatni ichiga ham ism yozib qo'ydim. Ism yozilishi mumkin bo'lgan joyi bor. Rozimisiz ustoz? Shu insonga berilishiga. Rozimiz? Xo'p, demak, ilk marta Sodiq skul tarixida o'quvchi qizlar ichidan e'tirof qilingan o'quvchimiz bu Shamsibonu. Gapiradigan gapni aytib bo'ldik. Hammanglarga bir narsani esdan chiqarmasliginglar xohlardik. Ba'zi ustozlarimiz blog yuritamiz. Sizlarga yetolmaganlarimizni yozamiz. Hech bo'lmasa xabar olishga, kelishga xohishinglar bor, imkoniyat bo'lmayotganda yozgan postlarimiz orqali sizlarni sog'inganimizni, sizlarni yaxshi ko'rishimizni, sizlarga aytmoqchi bo'lgan nasihatlarimiz bo'lsa, o'shadan salomlarimizni o'qib olursalar bo'ladi. Lekin hayot kelganda, vaqt kelganda hech qachon ustozinglardan imkoniyat bo'lganda xabar olish vaziyatlarni o'tkazib yormanglar. Hammanglarni sog'inamiz, yaxshi ko'ramiz. Boringlarga shukr. Ota-onalarga kattakon rahmat. Bu xonaga qo'yilgan bir yaxshi menga kimligimni esdan chiqarmaydigan va eng qadrli bo'lgan jamiyatda dinimizni insoniyatga kelgan eng birinchi nasihat bilan estalib berishibdi. Alaq surasi, Iqro, o'qi. Bu ramziy menga ham, sizlarga ham chiroyli yakun bordiki, hayotimiz, borligimiz, qadriyatimiz Iqro bilan boshlandi. Iqro bilan tugash nasib qilsin. Salomat bo'linglar, rahmat.